Ko'chalarda ko'rasizlar-ku, prokatga, arendaga beriladigan samokatlarni. Xuddi shunaqasi, faqat shaxsiy bu. Prokat emas, Navi markasi. O'zini batareyasi, kontrollerida muammo bor edi. Bulardan topolmaganimiz uchun universal boshqa kontroller, batareyka va mana bu yerdagi ekranni atmen qilib, bu yerga ekranli probkasi qo'ydik. Va bu yerda kaliti bilan ochamiz. Tezligini, kilometrajini, batareyadagi naprojeniyani hammasini ko'rishimiz mumkin. Xohlagan paytda o'chirib qo'yiladi. Va maksimal tezligi 30-35 km kishini og'irligiga qarab turib belgilanadi va yo'lda tekis balandligiga qarab turib. Hozirda 350 vatli motor, 12.8 amperli batareya turibdi Xiaomi'niki ichida. Buni olib tashlaganmiz va universal kontroller. Xudo xolasa samokatimiz tayyor. Shunaqa zapchasi topilmagan antikvar samokatinglar bo'lsa, avvalambor remont qilib berishga harakat qilamiz. Imkoni bo'lmasa, universal reshenalarini qilib, muhimi samokatinglarni ishlatib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Videoning tagida telefon raqamlarimizni yozib qoldiraman. Aloqaga chiqib elektrovelosiped, samokat va boshqa elektrotransport yoki elektromobil, gibrid avtomobillarni ham servisimizda remont qildirishingiz mumkin. Batareykasi bo'ladimi, kontrolleri bo'ladimi, alohida olib kelishingiz ham mumkin yoki polnosti jihozni o'zini olib kelsangiz ham bo'ladi. Servisimiz eng oxirgi texnologiyalar bo'yicha jihozlangan. Bu elektromobil va gibrid avtomobillar servisi bo'lib, bu yerda barcha elektrotransport vositalari uchun kerakli asbob uskuna anjomlari mavjud.